Bolasi yeganda xotir olmaydi. Unga uyat, ko'rpani olib chiqib ilish uyat bo'lganda keladi oldimga mana. Hozir deyman, nima qiling, buni siyishni gaplashamizmi yo siz uyatingizni gaplashamizmi deyman. Menga ayting deyman. O'zi bir soatga keldingiz, nimani gaplashamiz? Hop pul to'lab keldingiz deyman. Hop kichkina pul emas, yechim berishim kerak deyman. Sen bolani ko'rdim. Men karta qildim. Mana joyda mana otasi bosim beryapti, uyda otasi bilan mamosi bor. Buni hal qilasan, lekin qatnashing kerak, chunki tanaga o't bo'lgan. Endi tasavvur qiling, bitta ayol oddiy psixosomatikada kim eriga gapini gapirolmay qappa bo'g'ildi. Ismalayapti. Qanaqa hozir psixologga keladi. Men qanaqa qilishingiz qiling? To'g'ri, yechib beraman er bilan muammosini miyasida. Mana yiringlayotibdi. Lekin buni doktor ko'rish kerak. Yengil forma bo'lsa, yechib bo'lib ketadi, gap yo'q. Yengil forma gap yo'q, mana o'zingizdan bilasiz. Raskopka qilganingizda tanaga o'tkazguncha olib yurishadi-da. Ha, raskopka qilganingizda qanaqa sistit hal bo'ladi bilasiz. Qon suyadiganlari bor, qanaqa hal bo'ladi, выделениyalar qanaqa ketadi, tanadan chiqishlik ketadi bilasiz. Mana qanaqa narsa bor, aytaman-da, albatta inson ham tanani ham ruhi ishlashi kerak.